Barcha kino ixlosmandlariga salom. Men sizlarni bugun internetda yuqori sifatda tomosha qilish mumkin bo'lgan eng dolzarb kinolar to'plari bilan xursand qilishga tayyorman. Siz bilan Kino taklif kanali, eng yaxshi filmlar to'plari kanali. Obuna bo'ling va siz har doim nima tomosha qilishni bilib turasiz. To'pimizni mashhur o'yinlar seriyasiga asoslangan yangi ekranizatsiya nihoyat davom etmoqda. Qarshi oling Mortal Kombat 2. Butun insoniyat taqdiri xavf ostida. Tashqi dunyo hukmdori Shao Kahn yer saltanatini ustidan hukmiyatni qo'lga kiritmoqchi. Biroq buning uchun u hal qiluvchi 10-turnirda g'alaba qozonishi kerak. Buning oldini olishga Raiden va uning chempionlar jamoasi urinmoqda. Ularga yana bir jangchi yetishmaydi. Mabutlarning tanlovi sobiq jangari filmlar yulduzi Johnny Cage tushadi. Yer qahramonlari dunyomizning mavjudligini himoya qilish uchun to'g'ri keladi. Keyingi filmimiz biz yoqtiradigan. Ular seni o'ldirishadi. Bu dahshatli voqealar markazida Aziya Reeves singlisini qidirib hashamatli mehmonxonaga xizmatkor bo'lib ishga kiradi. Ammo bu joy juda g'alati edi. Xizmatchilar o'zlarini shubhali tutishadi. Mehmonxona xodimlari ba'zan sirli ravishda g'oyib bo'lib qolishadi. Qizning xonasidagi oyna esa ular seni o'ldirishadi degan yozuv paydo bo'ladi va haqiqatdan ham niqob taqqan qurollangan dahshatli odamlar kelishadi. Ammo ov reja bo'yicha ketmaydi. Chunki bu qahramonning yovuzlarga bilan birga qamab qo'yishmagan, aksincha yovuzlarni u bilan birga qamab qo'yishgan. Bu filmimizda voqealar Normal deb nomlangan kichik shaharchada yuz beradi. Bu yerda ish ochig'ini aytganda unchalik qiyin emas, ammo ayrim jihatdan baribir shubha uyg'otadi. Masalan, mahalliy do'stona ko'ringan aholi qo'lida son-sanoqsiz o'qotar qurollar va portlovchi moddalar mavjud. Demak, tartibsiz otishmalar boshlanishi faqat vaqt masalasi edi. Va nihoyat ikki bezori mahalliy bankni o'marishga qaror qilganda shunday dahshatli to'qnashuv boshlanadiki, unga hatto Yaponiyaning yakuzalari ham yetib keladi. Film bo'ron markazida omon qolish haqida hikoya qiluvchi hayajonli film. Unda inson mukammal qotil mashinalariga qarshi kurashishga majbur bo'ladi. Yirtqich hujumi. Voqealar eng kuchli va vayronkor 5-toifadagi dovul zarba bergan qirg'oq bo'yi shaharchasida sodir bo'ladi. Biroq bo'ron o'zi bilan nafaqat tonnalab chiqindi va qulagan binolar olib keladi. Okean suvlari bilan birga turar joy hududlariga och qolgan akulalar ham bostirib kiradi. Tuzoqqa tushib qolgan aholi nafaqat vayronagarchilik va tartibbuzarlikka qarshi, balki quturib kelgan yirtqichlar hujumiga ham qarshi turishiga majbur bo'ladi. Adrenalinga boy va keskin syujetli cho'qqi triller Sasha haqida hikoya qiladi. Sevgan insonidan ayrilganiga 6 oy bo'lgach, u uning xotirasini yod etish va shu bilan birga Avstraliyaning yovvoyi daryolarini kayakda sayr qilish uchun yo'lga chiqadi. Yoqilg'i quyish shoxobchasida qahramonning 2 nafar mahalliy ovchi tegajog'lik qiladi. Biroq qizni Ben himoya qiladi. U bir qarashda samimiy va mehribon yigit bo'lib ko'rinadi hamda bu hududlarni juda yaxshi biladi. Sasha bezovta qiluvchi e'tiborni ortga qoldirib, yo'lda davom etadi. Ammo u allaqachon kimdir uning izida kelayotganini hali bilmas edi. Yangi O'rgimchak odam filmi oldidan soqolli anti-qahramon paydo bo'lishi kutilar ekan. Marvel prodyuserlari muxlislarga bu qasoskor kim ekanini yana bir bor eslatishga qaror qilishdi. Bosh qahramon jazo beruvchi Karatin. Sobiq dengiz piyodasi Frank Castle yaqinlarini o'ldirganlar uchun qasos olganidan so'ng kichik Sitsiliya hududi butunlay tartibsizlikka botadi. Frank esa o'sha yerning o'zida avvalgidek yashashda davom etadi. U post-travmatik sindrom aziyat chekadi va hatto hayotiga nuqta qo'yish haqida ham o'ylay boshlagan. Kutilmaganda u uni boshiga mukofot puli bo'lganini bilib qoladi va bugun belgilangan vaqtda butun mahalliy jinoyatchilar uni ov qilishni boshlaydi. Boshqotirmi multfilmiga o'xshash, ammo 30 yoshdan oshganlar uchun yangi ajoyib romantik komediyani mukammal notanish rejissyor yaratgan bo'lib, uni shunday ta'riflash mumkin. Telba uchrashuv. Lara uyda o'tirishni yaxshi ko'radi. Shuning uchun u birinchi uchrashuvni Pierni restoranga emas, balki o'z uyiga taklif qiladi. Bu qaror qanchalik g'alati ko'rinmasin, Pier bunga mamnuniyat bilan rozi bo'ladi. Oddiy uy sharoitidagi kechki ovqat ikki inson o'rtasidagi chuqur suhbatga aylanadi. Chunki har bir insonning ichida o'tkir tanqidchilar va bosib qo'yilgan his-tuyg'ular yashaydi va ular eng noqulay paytda vaziyatni o'z qo'liga olishi mumkin.
Keyingi filmimiz Jek Ryan Arvoh urushi. Asosiy qahramon sobiq SIA xodimi bo'lib, u terrorizmga qarshi bo'limda ishlagan. U tinch fuqarolik hayotini tark etishga majbur va yana o'z hamkasblari hamda kutilmagan ittifoqchisi MI6 xodimasi M. Marlo bilan birlashadi. Ular birgalikda keng ko'lamli fitnani tergov qilishadi, xiyonat bilan yuzlashadilar va har bir harakatni oldindan biladigandek dushmanga qarshi kurashishadi. 2000-yillarning kult hitini uzoq kutilgan davomi Shayton Prada kiyadi-ki, o'tgan yillar ichida Andy Sachs muvaffaqiyatli jurnalistga aylangan, biroq bu ham uni ishdan bo'shatilishdan saqlab qola olmaydi. Shu paytda afsonaviy Runway jurnali hanuz Miranda Priestley boshchiligida bosma media inqirozi fonida og'ir davrni boshdan kechirmoqda va katta mojaroga ham aralashib qoladi. Holding rahbari Andyni yuqori lavozimlarda biriga ishga olishga qaror qiladi. Tahririyat bu vaziyatdan chiqish yo'lini izlaydi, ammo sobiq xodimi Emily Charlton ko'rinishdagi raqobatchilar bilan yuzlashadi. Afsonaviy klassik horror yana katta ekranlarga qaytmoqda. Bu safar to'liq dahshatli film ko'rinishida Mumio bilan tanishing. Ota-onalar qayg'uga botib, ularning qizi Ketty Merston o'g'irlab ketilgan va undan keyin hech kim uni ko'rmagan. Oradan 8 yil o'tib telefon qo'ng'irog'i keladi. Qizingiz topildi. Bola qandaydir tarzda 3000 yillik sarkofag ichida qamalib qolgan holda topiladi. Tashqi ko'rinishi va ruhiy holatidagi o'zgarishlarga qaramay, ota-onalar qiziga faqat mehr va g'amxo'rlik kerak deb ishonishadi. Biroq vaqt o'tishi bilan bu tashqi tomondan baxtli ko'ringan uchrashuv haqiqiy dahshatga aylanadi. Navbatdagi filmimiz biroz ahmoqona komediya, ammo baribir kuldirishga qodir. Ba'zan esa biroz uyalishga majbur qiladi. Sharlar yuqoriga. Brett va Elijah bir kompaniya ishlaydigan, bir-biridan mutlaqo farq qiladigan ikki xodim bo'lib, firma katta shartnomani yo'qotganidan so'ng ishdan bo'shatiladi. Taqdir taqozosi bilan ular Braziliyada futbol bo'yicha jahon chempionati o'tayotgan paytda uchrashib qolishadi. U yerda ular katta mojaroga aralashib qolishadi. Braziliya va Argentina o'rtasidagi o'yinga aralashib yuborishadi. Endi Braziliyada ularni shunchalik yomon ko'rishadiki, ularni omon-eson mamlakatdan chiqib ketishi qiyin bo'lishi mumkin. Keyingi filmimiz O'rta asr shifokorining sarguzashtlari haqidagi munosib tarixiy filmning davomi. Tabib Avicenna merosi-ki, Rob Cole Forsda ta'lim olgach o'z vatani Angliyaga qaytadi. Biroq uning qarashlari unga rasmiy ravishda shifokorlik qilishga imkon bermaydi. Shuning uchun u shahar tashqarisidagi kambag'allar uchun shifoxona tashkil qiladi. Uning mahoratini qirol payqab qoladi va uni ruhiy kasallikka chalingan qizini davolash uchun saroyga chaqiradi. Endi Rob nafaqat malikani qutqarishi, balki saroy intrigalari orasida o'zi ham omon qolishi kerak. Video o'yinlar ekranizatsiyasi tarixidagi eng kassabob filmga aylangan qismdan so'ng uning davomini ishlab chiqarish uzoq turmadi. Super Mario Galactica. Birinchi film voqealaridan keyin kichraytirilgan Bowser malika Peach nazorati ostida mitta qal'ada yashaydi. U o'zini o'zgarganini da'vo qiladi va erkinlik talab qiladi, ammo unga ikkinchi imkoniyat berish kerakmi? Shu paytda Peachning singlisi Malika Rozalina Bowser Junior tomonidan o'g'irlab ketiladi. U otasini ozod qilishni orzu qiladi va birga butun galakani yo'q qilishni rejalashtiradi. Ajoyib Janubiy Koreys trilleri Xotiralar kechasi filmiga ispancha remeyki Qotillik illyuziyasi bilan tanishing. Tashvish buzilishdan aziyat chekadigan Mario ismli erkak oilasi bilan birga yangi uyga ko'chib o'tadi. Bir kecha u sirli bosqinchilar uning ukasining o'g'irlab ketayotganini guvoh bo'ladi. Oradan biroz vaqt o'tgach ukasi qaytib keladi, ammo sodir bo'lgan voqealarni umuman eslay olmaydi. Uning xulq-atvoridagi o'zgarishlarni kuzatadi. Mario uyga qaytgan inson aslida butunlay boshqa odam bo'lishi mumkin xavotirga tushadi. Xo'sh, shu bilan videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Umid qilamanki, ushbu filmlar to'plami sizga yoqdi va o'zingiz uchun qiziqarli filmlar topdingiz. Bu va boshqa to'pimizdagi kinolarni meni Telegram kanalimda ko'rishingiz mumkin. Izohlar ostida Telegram kanal havolasi sizga muntazir. Izohlarda qaysi film sizga eng ko'p yoqqanini yozib qoldiring. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yangi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqchani yoqib qo'ying. Tomosha qilganingiz uchun rahmat va keyingi videolarda ko'rishguncha. Chef muziku